Klimaks davrida asabiylashish, terlash nima uchun sodir bo'ladi? Klimaks o'zi bu nima? 40 yoshdan oshgan ayollarimizda kuzatiladigan tabiiy jarayon hisoblanadi. Bunda tuxumdon faoliyatining pasayishi natijasida organizmda estrogen miqdori kamayib ketadi. Estrogen faqatgina reproduktiv yoshdagi ayollar uchun emas, balki yoshi katta ayollarimiz uchun ham juda ham kerakli gormon hisoblanadi. Estrogen miqdori kamayganda organizm miyaga men qizib ketyapman degan signal beradi. Shunda organizm o'zini sovutishga harakat qilganda ayollarimizda ko'p terlash kabi holatlar kuzatiladi. Estrogen kamayganda ayollarimizda faqatgina terlash bilan birgalikda asabiylashish, uyquning buzilishi, tez vahimaga tushish kabi holatlar ko'p kuzatiladi. Bunday holatlarda shifokorga murojaat qilib, gormonal terapiya hamda asabni tinchlantiruvchi magniy preparatlari B guruh vitaminlarini qabul qilishni maslahat beraman. Shu bilan birga qo'shimcha sifatida tez sayr qilish, tez dush, basseyn qabul qilishni ham maslahat beraman.